Qaysiga? Bo'ldi. Do'stlar, assalomu alaykum. Honda CR-V 3 sotuvga keldi. 2009-24 toza benzin ekan, gaz yo'q. Basi 12 mingga qo'yilib o'tadi. Ana sotlashuv yo'llari bor ekan. Porter 2 dubl kabina olsa, almashuv yo'llarini qaralatgan do'stlar. Mashinaning motor korobka kuzovrlari yaxshi ekan, dokumenti toza. Balonlar 4 o'tang zimniyda, o'zining shtatniy diskasida do'stlar. Mana ustida lyugi bor. Ana bagajniki da bor ekan. Laboylar da toza ekan mashinaning do'stlar. Chirigi yo'q ekan. Mana zadniy vid kameralari bor ekan do'stlar. Spoilerlar bor. Kuzovunda qisqasi ishi yo'q. Endi salonga kelsak, seri salonda ekan. Evo polkleri salgan. Tak, bu kojada ekan. Koja salonda podogrev, avduv bardi qaralgan to'g'anlar. 4 aynak elektr ko'targichda. Tak, monitorni qo'yib qo'yibdi-a. Amerikanis ekan do'stlar. Yuk bor. Asli uyda mashina izlaganlar bo'lsa, baylanishingizlar. Balondorda yaxshi ekan do'stlar. Qo'tarishning keragi yo'q. Baylanish nomerlari 0704 menen 81 86 94 nomerinde baylanışağız.